Ha, ukam nima deysan? Tezroq gapirish, kech qolmayman. Aka, assalomu alaykum. Aka, mashinalar arendasiga pul berishim kerak edi. Ozgina pul berib turing. Bu ham pul so'rayapti. Mashinasini arendasiga pul kerak ekan. Adasi, pulingiz bor-ku, berasiz-da. Ertaga o'lganingizdan keyin tobutingizni ko'taradigan shu jigarlaringiz bo'ladi. Bor pulim deng, gaplashing. Ukam ishxonamga o'tgan, o'sha yerdan pul berib yuboraman senga. Aka, hali ovqatlanayotganda qiynayim oldilarda yetolmadim. Uyliga kelganim ham sabab. Ozgina menga yordamingiz kerak. Pul tomonlama qiynalib qoldim. Tushunarli, ketayotganda berarman. Singlim bekorga kelmabdi, yana pul so'rab ketdi-yu. Bilasizmi? Singsini uyni ko'rsatgan odam do'zaxga ham kirmagan ekan. Qancha yaxshilik qilsangiz, shu jigarlaringizga qilasiz. Pulingiz bor-ku, berib yuboravering. Menga qarang adasi. Uyda pul yo'q deb o'tirmasdan ukangizdan borib pul so'rasangiz bo'ladi-ku. Mani Seulmandan, Seul Chicken degan restoranlar ochib qo'yibdi. Siz o'tiraverasiz. Qizimni uzatyapman, mebel olib bersangiz bo'ladi-ku. Rosa puli ko'p. Mebel. Adasi, menga yangi ochgan joyingiz rosa ham yoqdi. Ovqatlari ham mazali, joyi ham zo'r ekan-a? Onasi Seulmandan ochganingiz yaxshi bo'ldi. Suvni bo'yi yaxshi joy, lekin bu yerda yurg'izgani menga yaxshi ish boshqaruvchi kerak edi. Adasi, ish boshqaruvchi qidirib yurasizmi? Akajon shu restoran sohasida o'qigan bo'lsalar, hozir bekorchilar, undan ko'ra shu yerda ishlaganlari yaxshi-ku. Ham pulni beganaga ham bermaysiz. Onasi, nimaga shunaqa qilsan? Mendan ham ko'p jigarlarim san o'ylaysan-a? Adasi, xotin bola chaqa topiladi, lekin jigarlaringizni dunyoga keltirib beradigan ota-onangiz yo'q. Jigarlaringizni boshqa hech qachon topa olmasligingiz mumkin. Qoyilay xotin, dunyoning 8-mo'jizasimisan? Sizlarning ham ayolingiz shunaqami?